qog'ozda mujassam etgan ijodiy asarlar qabul qilinadi. Eng ulug', eng aziz tanlovi quyidagi nominatsiyalar bo'yicha o'tkaziladi. Yozuvchi va shoirlarning badiiy asarlari, bosma ommaviy axborot vositalari xodimlarining jurnalistik ishlari, televideniya va radio ijodkorlarining materiallari, tasviriy san'at, foto asarlari va dizayn ishlari, kino san'ati asarlari. Tanlov g'oliblari vatanimiz mustaqilligining 25 yillik bayrami arafasida mukofotlanadi va ularning ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi. Ijodiy ishlar eng ulug', eng aziz tanlovga deb ko'rsatilgan holda quyidagi manzilga yuborilishi lozim. Imzo fabrika romlari. Hayotda shunday yomon xulqli, tarbiyasiz farzandlar borki, ular bir umr ota-onasining, elu ulusning yuzini yerga qaratib, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jinoyatlarga qo'l urishadi. Ha, yomon farzandlarga nasihat ham kor qilmaydi. Tanbehning chivin chaqqanchalik ta'siri bo'lmaydi. Ularning do'stlari yolg'onchi, bekorchi, suhbatdoshi hasadgo'y, xiyonatkor, hamtavog'i, muttaham, maslahatchisi johil kimsalardir. Bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida sodir bo'lgan jinoyat tafsilotlari haqida hikoya qilamiz. ...2015 yil 15 iyun kuni Ohangaron tuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Qurama qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Ko'ksaroy mahallasi Toyloqsoy hududidagi yaylovda cho'ponlik qilib kelayotgan Ravshanbek Rahimovni va bolalarini kimdir o'ldirib ketibdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, tog'larda yurishga moslashgan avtoulovlarda voqea joyiga yetib borildi. Ohangaron tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Ohangaron tuman Qurama qishloq fuqarolar yig'ini Ko'ksaroy mahallasi Toyloqsoy yaylovida cho'ponlik qilayotgan fuqaro Ravshanbek Rahimovni va uning 3 nafar farzandini noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilganligi yuzasidan xabar kelib tushdi. Ushbu xabar yuzasidan Ohangaron tuman prokuraturasi va Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xabar berib, voqea joyiga zudlik bilan yetib borildi. Tergov guruhi dahshatli qotillik jinoyatlarining qurboni bo'lgan Ravshanbek Rahimovning shaxsiga oid ma'lumotlarga oydinlik kiritish barobarida u tug'ilib o'sgan Andijon viloyatining Izboskan tumani bilan bog'landi. Shuningdek, tog'li hududlarda yashaydigan aholi va cho'ponlar bilan birma-bir suhbatlashildi, so'roq qilindi. Turli tergov taxminlari ilgari surildi. Agarda o'g'ri muttahamlar tog' darasiga chiqib kelib, chorva mollari uchun qotillikka qo'l urgan bo'lsa, unda nega mollarni olib ketishmagan? Voqea joylarini ko'rib chiqqanimizda, u yerda 4 ta shaxs o'lib yotibdi. Bu shaxslarni aniqlash uchun biz darhol o'sha yerda bo'lgan tintuv qilib, hamma yo'lni tekshirgan vaqtimizda voqea joyidan olinmoqda. Pichoq, demak bir nechta bolta, qon izlari bilan. Shunda biz o'yladik, bu qotillik jinoyatini kim sodir etgan ekan deb. Shaxsni aniqlash maqsadida kiyimlarini, kostyumlarini qaraganimizda Rahimov aniqiga Ravshanbekka tegishli pasport chiqqanligini, u Andijon viloyatida tug'ilganligini ko'rdikda, uni farzandlari deb biz taxmin qildik. Shunda qotillik jinoyatini fosh etish uchun biz darhol ichki ishlar boshqarmasiga topshiriq berib, bu o'zi bu joy kimga tegishli, bu fermer xo'jaligi, bu cho'ponmi yoki bir boshqa, buni taxmin qilib, biz darhol tergov guruhi tuzdik. Bu to'g'risida taxminlar, ish rejalari tuzdik. Keyingi paytlarda odamlar orasida ohangaronlik fermerlar, tadbirkorlar
had hududsiz tog' daralarini, yaylo va o'tloqlarni o'zlaricha bo'lib olishib, chorva mollarini boqishayotgani, hudud talashayotgani haqida gaplar yurgandi. Balkim jabrlanuvchi Ravshanbek Rahimov fermer Abdurahmon Karimovning qo'ylarini qo'shni xo'jalik yerlariga haydab boqqanmikan? Ot va yilqilari ekinlarni payxon qilganmi? Yana ham kim bilsin. Har holda besabab oyoqqa tikan kirmaydi-da. Ohangaron tuman Qurama qishloq fuqarolar yig'inida 8 mingdan oshiq aholi yashaydi. 8 ta qishloq bor. Aholi punktlari bor. Endi haqiqatan ham o'tgan yili sodir bo'lgan voqea butun respublikamiz singari bizning mahallamizni ham larzaga soldi. Bu narsani sodir bo'lishida birinchidan o'sha qishloq fuqarolar yig'ini xodimlari, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlarining ham aybi bor. Sababi har bir fuqaro kirib kelayotgan har bir fuqaro to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Aynan o'sha fermerning hududida sodir bo'lgan narsa birinchidan fermer ham o'sha mahalladan emas, Toshkent shahridan kelib ishlaydigan fermer, jalb qilgan cho'ponlari ham mahalladan emas, boshqa hududlardan jalb qilingan. Ma'lum bo'lishicha, 2015-yilning mart oyida fermer Abdurahmon Karimov G'olib Bo'lakboyevni cho'ponlikka ishga olib, tog' darasidagi Evalak qo'rg'oni tomonda qo'y boqib yurgan cho'pon Ravshanbek Rahimovga shogird qilib beradi. Cho'ponlar hamisha ham bir joyda o'troq yashamaydi. Qayerda sersuv, o'tloq bo'lsa, chorva mollarini, otlarni o'sha yoqqa haydab boradi va chodirini tikib yashayveradi. Shahar havosida o'sib katta bo'lgan Ohangaron kasb-hunar kolleji o'quvchisi G'olib Bo'lakboyevga bir qarashda tog'lar zerikarli bo'lib ko'rinadi. Otlar uyurini, qo'ylar suruvini tog' va toshlar orasida boqish haddisini olmay turib, ot choptirib yurishni yaxshi ko'radi. Ammo asragan ko'zga cho'p tushadi deganlaridek, kunlardan bir kuni G'olib tog' darasidan tushayotganida otning oyog'ini sindirib qo'yadi. Bosh cho'pon Ravshanbek Rahimov bo'lib o'tgan voqeani fermer Abdurahmon Karimovga aytib beradi. Bo'lakboyev G'olibga siz kim bo'lib ishlaysiz deb savol berganimizda Bo'lakboyev G'olibjon aytdilarki, bizga men shu yerda cho'pon bo'lib yo'llanganman, Abdurahmon fermer xo'jaligiga tegishli joy, 1000 dan oshiq qo'yi bor, 68 ta qoramollari bor aytdi. Shunda biz bu voqeani kim aytdi? Sen o'zing shu yerda bo'lganmisan? Bu voqeani ko'rdingmi? Kim bu qotillik jinoyat sodir etgan deganimizda, to'g'risini aytsam, menga hech narsa bo'lmaydimi, og'ir jazo bo'lmaydimi deb o'zidan o'zi savol berib qo'rqib ketib, bizga darhol hammasini o'zi birdan bir aybiga iqror bo'lib to'liq gapirib berdi. Fermer xo'jaligi birga ishlovchi cho'pon, o'sha oilasidan keyin Ravshan Rahimov uni doimiy ravishda, masalan, mart oyidan beri kelgan bo'lsa, doimiy ravishda unga ta'ziyat o'tkazib, qiynab, oxirgi marta shu 14-iyun kuni haliga otini boylayotganda, otini boylab qo'ygan deganda, otini boylayotganda oyog'i singan bo'ladi otini. Shuni sen meni otimni oyog'ini sindirib qo'yding. Sen otlarga, mollarga, qo'ylarga yaxshi qaramaysan deb yuziga shapallatib, onasidan so'kib haqoratla qilgan bo'ladi. Haqoratlan qilgan buni o'zi bayon qilib aytayotdi-da, keyin biz unga savol beryapmiz. Agarda sen shu haqoratlab, shu uchun butun oilasini o'ldirasanmi degan savol berganimizda, agar men o'zi shunaqa maqsadda edim, bolalarni o'ldirish maqsadim yo'q edi meni. Lekin men Ravshanbekni o'zini o'ldirmoqchi edim. Chunki meni shunchalik jonimga tegib ketgani uchun men o'zimga qasd qilib bir kun oldin ularning ayollari, turmush o'rtoqlari Gulchehra opa yosh kichkina qizini olib, voyaga yetmagan qizini olib bankka yopaman deb shaharga Ohangaronga tushib ketgan deb aytdi. Shundan men foydalanib, ayollar yo'qdan foydalanib dedi. Kechasi o'sha oshxona pichog'ida doim ishlatiladigan haligi qassob so'yadigan, qo'y so'yadigan pichoqni olib, qinidan olib, men qurollandim deb aytdi. Shunda bu maqsad men bu Ravshan akani o'zini o'ldirish edim dedi. Shundan keyin u boltani olib, u bilan ham qurollanib, uni bir kun oldin sekin o'zi bilan olib kirib, haligi gilamni o'sha sholchantagiga qo'yib qo'yadi.
15-kuni ertalab soat 7larda G'olib Bo'lakboyev jinoiy rejasini amalga oshirish, bosh cho'pon Ravshanbek Rahimovdan o'ch olish uchun u uxlab yotgan chodirga bostirib kiradi. Qo'lidagi boltasi bilan ojiz ahvoldagi Ravshanbek Rahimovni bosh qismiga bir necha bor uradi. Qarsillagan ovozdan seskanib, uyg'onib ketgan 2007-yilda tug'ilgan qizi Maftuna Rahimova otasining boshidan oqayotgan qonni ko'rib, dod solib baqiradi. G'olib Bo'lakboyev yonida bo'lgan pichog'ini Maftunani ko'krak qismiga ham bir necha bor sanchib oladi. Chodir ichidagi g'ala-g'ovurni eshitib yugurib kelgan 2000-yilda tug'ilgan qizi Yulduz Rahimova G'olib Bo'lakboyev otasini va singlisini o'ldirib qo'yganini ko'rib, dod solib Adir tomonga qarab qochadi. Ammo G'olib Bo'lakboyev qizning yalinib yolvorishiga ham qarab o'tirmay, yetib olib, ko'krak qismiga 7 marta pichoq uradi. Endigi navbat sal olisroqda sigir sog'ayotgan 2004-yilda tug'ilgan o'g'li Shuhrat Rakimovni tinchitadi. Maqsad tog' darasida guvoh qoldirmaslik edi. Afsuski, G'olib Bo'lakboyev bu jirkanch ishni ham amalga oshirib, Shuhratning ham duch kelgan joyiga pichog'ini sanchib oladi. Bo'lakboyev G'olibjon ip bilan o'sha yerda turgan paxtalar bilan oladi dedi. Xuddi bularni kimdir o'ldirgan, buni oyoq qo'lini boylab ketgan dedi. O'zini oyoq qo'lini sal 50 metr narida yurib, oyoq qo'lini o'zi boylab, chunki bilardi soat 8 dan 9 gacha ikkita cho'pon kelib, qo'ylarning yungini olish kerak bo'lar ekan. Bu vaqtda u kelishni bilar ekan. Yordam beradi baqirgandan keyin haligi bitta cho'poni to'g'ri bu yoqqa keladi, qo'lini oyog'ini pichoq bilan yechadi. Cho'pon nima bo'ldi desa, bizani hozir bitta chavandoz kelib, mana Ravshan akaning oilasi bilan hammasini bir narsa qilib o'ldirdi deb, menga agar ovozing chiqsa, kimgadir aytsang, seni ham o'ldirib ketaman. Qasdga qasd. Mana shunaqa bo'ladi deb unga tushuntiradi. U cho'ponlar darhol ichki ishlarga darhol xabar berishadi. Maqsadsiz yashash yovvoyi daraxtning unib o'sishiga o'xshaydi. To'g'ri, u ham boshqa mevali daraxt singari gullaydi, kurtak yozadi, meva beradi. Biroq undan na o'ziga foyda, na boshqalar bahramand bo'la oladi. Ohangaronlik G'olib Bo'lakboyev ham bu dunyoga nega kelganini anglolmay, qilgan qilmishining oxir oqibatini o'ylamay, begunoh odamlarni o'ldirib, elu ulus oldida sharmanda-yu sharmsorlikka yuz tutdi. Oq yuvib, oq taragan ota-onasini, qarindoshlarini yer bilan yakson qilib ketdi. O'ylantirayotgan narsa o'sha ayblanuvchi, aybdor shaxs aynan kollej talabasi ekanligi meni ham larzaga soldi. Birinchidan kollej talabasi o'qish u yoqda cho'ponlik qilish yoki bo'lmasa qanaqadir ish bilan shug'ullanish emas. O'sha davrda o'qishi kerak bo'lgan va kollejni binosida bo'lishi zarur bo'lgan inson. Shuning uchun bu yerda o'sha mahalla mart oyidan chiqib borib o'sha yerda cho'ponlik qilishi bu o'z-o'zidan hali ham bizni o'sha ta'lim sohasi, mahalla, ota-ona munosabatlarini, oila munosabatlarini hali to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligidan dalolat beradi. O'sha sharoit og'ir bo'lgani uchun, o'gay ota bo'lgani uchun bolani ko'p mehnatga jalb qilgan onasi. Moddiy yordam, kelib ketish yo'l xarajatlari. O'sha tomondan qiynalgan bola edi. Shu o'qish davomida ko'rdim bu bola. Men guruh rahbariman. Guruh rahbarim bilan gaplashganmiz o'sha payt. Ota-onasidan so'ragan. Qayerda ota-onasi? Ota-onasi shu toqqa mol haydashga chiqib ketgan, 2 kundan keyin qaytib keladi. Ya'ni amaliyot joyiga boradi dedi. Keyin eshitsak, mana shunaqa ahvol bo'ldi. Hayot ulug' ne'mat. U tufayli umr mazmunli, go'zal va ibratli. Lekin hayotda shunday taqdirlar borki, yo al-Hazar deb beixtiyor qo'sh qo'llab yoqangizni ushlaysiz. Hayot bu tubsiz jarlik,
qulagan kishining u yerdan eson omon chiqib kelishi dargumon. G'olib Bo'lakboyev ham begunoh odamlarni o'ldirib, tubsiz jarga ravona bo'ldi. Afsus. Ming afsus. Bo'lakboyev G'olibjon O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddaning 2-qismi A va J bandlari bilan aybli deb topilib, uning ushbu jinoyatlarni sodir etganligidagi aybi ish bo'yicha so'roq qilingan guvohlarning ko'rsatmalari bilan, voqea joyini xolislar ishtirokida ko'zdan kechirish bayonnomasi bilan hamda ish bo'yicha o'tkazilgan bir qator ekspertiza xulosalari bilan to'liq o'z isbotini topgan. Jinoyat ishi bo'yicha ayblov xulosasi tasdiqlanib, mazmunan ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudiga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining hukmiga ko'ra sudlanuvchi Bo'lakboyev G'olibjon Abdujabbar o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismining A va J bandlari bilan umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlandi. Jazoni maxsus tartibda koloniyada o'tash tartibida belgilandi. Xalqimizda bir yigit 40 yilda dunyoga keladi degan gap bor. Shunday ekan, ohangaronlik G'olib Bo'lakboyev ham ayni yigitlik yoshida qotillikka qo'l urib, qo'lini qonga botirdi. G'olib hali hayot ostonasida o'z o'rnini topmay, bir ishning boshini tutmay, yor-yorlar bilan chimildiqqa kuyov bo'lib kirmay, jinoyatchi tamg'asini olib qamalib ketdi. Bu dunyoda faqat ojizlargina jinoyat ko'chasiga kiradilar. Kuchli va baxtiyor odamlar esa har qanday holatda ham o'zini qo'lga oladi. O'zini noma'qul ishlardan tiya biladi. Ogoh bo'ling, odamlar. Ogoh bo'ling. Haqoratlab shu uchun butun oilasini o'ldirasanmi degan savol berganimizda, agar men o'zi shunaqa maqsadda edim, bolalarni o'ldirish maqsadim yo'q edi meni. Lekin men Ravshanbekni o'zini o'ldirmoqchi edim. Chunki meni shunchalik jonimga tegib ketgani uchun men o'zimga qasd qilib bir kun oldin ularning ayollari, turmush o'rtoqlari Gulchehra yosh kichkina qizini olib, voyaga yetmagan qizini olib bankka yopaman deb shaharga Ohangaronga tushib ketgan deb aytdi. Shundan men foydalanib, ayollar yo'qdan foydalanib dedi. Kechasi o'sha oshxona pichog'ida doim ishlatiladigan haligi qassob so'yadigan, qo'y so'yadigan pichoqni olib, qinidan olib, men qurollandim deb aytdi. Shunda bu maqsad men bu Ravshan akani o'zini o'ldirish edim dedi. Shundan keyin u boltani olib, u bilan ham qurollanib, uni bir kun oldin sekin o'zi bilan olib kirib, haligi gilamni o'sha sholchantagiga qo'yib qo'yadi. 15-kuni ertalab soat 7larda G'olib Bo'lakboyev jinoiy rejasini amalga oshirish, bosh cho'pon Ravshanbek Rahimovdan o'ch olish uchun u uxlab yotgan chodirga bostirib kiradi. Qo'lidagi boltasi bilan ojiz ahvoldagi Ravshanbek Rahimovni bosh qismiga bir necha bor uradi. Qarsillagan ovozdan seskanib, uyg'onib ketgan 2007-yilda tug'ilgan qizi Maftuna Rahimova otasining boshidan oqayotgan qonni ko'rib, dod solib baqiradi.
G'olib Bo'lakboyev yonida bo'lgan pichog'ini Maftunani ko'krak qismiga ham bir necha bor sanchib oladi. Chodir ichidagi g'ala-g'ovurni eshitib yugurib kelgan 2000-yilda tug'ilgan qizi Yulduz Rahimova G'olib Bo'lakboyev otasini va singlisini o'ldirib qo'yganini ko'rib, dod solib Adir tomonga qarab qochadi. Ammo G'olib Bo'lakboyev qizning yalinib yolvorishiga ham qarab o'tirmay, yetib olib, ko'krak qismiga 7 marta pichoq uradi. Endigi navbat sal olisroqda sigir sog'ayotgan 2004-yilda tug'ilgan o'g'li Shuhrat Rakimovni tinchitadi. Maqsad tog' darasida guvoh qoldirmaslik edi. Afsuski, G'olib Bo'lakboyev bu jirkanch ishni ham amalga oshirib, Shuhratning ham duch kelgan joyiga pichog'ini sanchib oladi. Bo'lakboyev G'olibjon ip bilan o'sha yerda turgan paxtalar bilan oladi dedi. Xuddi bularni kimdir o'ldirgan, buni oyoq qo'lini boylab ketgan dedim. O'zini oyoq qo'lini 50 metr narida yurib, oyoq qo'lini o'zi boylab, chunki bilardi soat 8 dan 9 gacha ikkita cho'pon kelib, qo'ylarning yungini olish kerak. Mujassam etgan ijodiy asarlar qabul qilinadi. Eng ulug', eng aziz tanlovi quyidagi nominatsiyalar bo'yicha o'tkaziladi. Yozuvchi va shoirlarning badiiy asarlari, bosma ommaviy axborot vositalari xodimlarining jurnalistik ishlari, televideniya va radio ijodkorlarining materiallari, tasviriy san'at, foto asarlari va dizayn ishlari, kino san'ati asarlari. Tanlov g'oliblari vatanimiz mustaqilligining 25 yillik bayrami arafasida mukofotlanadi va ularning ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi. Ijodiy ishlar eng ulug', eng aziz tanlovga deb ko'rsatilgan holda quyidagi manzilga yuborilishi lozim. Imzo fabrika romlari. Hayotda shunday yomon xulqli, tarbiyasiz farzandlar borki, ular bir umr ota-onasining, elu ulusning yuzini yerga qaratib, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jinoyatlarga qo'l urishadi. Ha, yomon farzandlarga nasihat ham kor qilmaydi. Tanbehning chivin chaqqanchalik ta'siri bo'lmaydi. Ularning do'stlari yolg'onchi, bekorchi, suhbatdoshi hasadgo'y, xiyonatkor, hamtavog'i, muttaham, maslahatchisi johil kimsalardir. Bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida sodir bo'lgan jinoyat tafsilotlari haqida hikoya qilamiz. ...2015 yil 15-iyun kuni Ohangaron tuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Qurama qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Ko'ksaroy mahallasi Toyloqsoy hududidagi yaylovda cho'ponlik qilib kelayotgan Ravshanbek Rakimovni va bolalarini kimdir o'ldirib ketibdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, tog'larda yurishga moslashgan avtoulovlarda voqea joyiga yetib borildi. Ohangaron tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Ohangaron tuman Qurama qishloq fuqarolar yig'ini Ko'ksaroy mahallasi Toyloqsoy yaylovida cho'ponlik qilayotgan fuqaro Ravshanbek Rahimovni va uning 3 nafar farzandini noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilganligi yuzasidan xabar kelib tushdi. Ushbu xabar yuzasidan Ohangaron tuman prokuraturasi va Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xabar berib, voqea joyiga zudlik bilan yetib borildi. Tergov guruhi dahshatli qotillik jinoyatlarining qurboni bo'lgan Ravshanbek Rahimovni shaxsiga oid ma'lumotlarga oydinlik kiritish barobarida u tug'ilib o'sgan Andijon viloyatining Izboskan tumani bilan bog'landi. Shuningdek, tog'li hududlarda yashaydigan aholi va cho'ponlar bilan birma-bir suhbatlashildi.
so'roq qilindi. Turli tergov taxminlari ilgari surildi. Agarda o'g'ri muttahamlar tog' darasiga chiqib kelib, chorva mollari uchun qotillikka qo'l urgan bo'lsa, unda nega mollarni olib ketishmagan? Voqea joylarini ko'rib chiqqanimizda u yerda 4 ta shaxs o'lib yotibdi. Bu shaxslarni aniqlash uchun biz darhol o'sha yerda bo'lgan tintuv qilib hamma yonni tekshirgan vaqtimizda voqea joyidan olinmoqda. Pichoq, demak bir nechta bolta, qon izlari bilan. Shunda biz o'yladik, bu qotillik jinoyatni kim sodir etgan ekan deb. Shaxsni aniqlash maqsadida kiyimlarini, kostyumlarini qaraganimizda Rahim aniqiga Ravshanbekka tegishli pasport chiqqanligini, u Andijon viloyatida tug'ilganligini ko'rdikda, uni farzandlari deb biz taxmin qildik. Shunda qotillik jinoyatini fosh etish uchun biz darhol ichki ishlar boshqarmasiga topshiriq berib, bu o'zi bu joy kimga tegishli, bu fermer xo'jaligi, bu cho'ponmi yoki bir boshqa, buni taxmin qilib biz darhol tergov guruhi tuzdik. Bu to'g'risida taxminlar, ish rejalari tuzdik. Keyingi paytlarda odamlar orasida ohangaronlik fermerlar, tadbirkorlar had hududsiz tog' daralarini, yaylo va o'tloqlarni o'zlaricha bo'lib olishib, chorva mollarini boqishayotgani, hudud talashayotgani haqida gaplar yurgandi. Balkim jabrlanuvchi Ravshanbek Rahimov fermer Abdurahmon Karimovning qo'ylarini qo'shni xo'jalik yerlariga haydab boqqanmikin? Ot va yilqilari ekinlarni payxon qilganmi? Yana ham kim bilsin. Har holda besabab oyoqqa tikan kirmaydi-da. Ohangaron tuman Qurama qishloq fuqarolar yig'inida 8000 dan oshiq aholi yashaydi. 8 ta qishloq bor, aholi punktlari bor. Endi haqiqatan ham o'tgan yili sodir bo'lgan voqea butun respublikamiz singari bizni mahallamizni ham larzaga soldi. Bu narsani sodir bo'lishida birinchidan o'sha qishloq fuqarolar yig'ini xodimlari, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlarining ham aybi bor. Sababi har bir fuqaro kirib kelayotgan har bir fuqaro to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Aynan o'sha fermerning hududida sodir bo'lgan narsa, birinchidan fermer ham o'sha mahalladan emas, Toshkent shahridan kelib ishlaydigan fermer, jalb qilgan cho'ponlari ham mahalladan emas, boshqa hududlardan jalb qilingan. Ma'lum bo'lishicha, 2015-yilning mart oyida fermer Abdurahmon Karimov G'olib Bo'lakboyevni cho'ponlikka ishga olib, tog' darasidagi Evalak qo'rg'oni tomonda qo'y boqib yurgan cho'pon Ravshanbek Rahimovga shogird qilib beradi. Cho'ponlar hamisha ham bir joyda o'troq yashamaydi. Qayerda sersuv, o'tloq bo'lsa, chorva mollarini, otlarni o'sha yoqqa haydab boradi va chodirini tikib yashayveradi. Shahar havosida o'sib katta bo'lgan Ohangaron kasb-hunar kolleji o'quvchisi G'olib Bo'lakboyevga bir qarashda tog'lar zerikarli bo'lib ko'rinadi. Otlar uyurini, qo'ylar suruvini tog' va toshlar orasida boqish haddisini olmay turib, ot choptirib yurishni yaxshi ko'radi. Ammo asragan ko'zga cho'p tushadi deganlaridek, kunlardan bir kuni G'olib tog' darasidan tushayotganida otning oyog'ini sindirib qo'yadi. Bosh cho'pon Ravshanbek Rahimov bo'lib o'tgan voqeani fermer Abdurahmon Karimovga aytib beradi. Bo'lakboyev G'olibga siz kim bo'lib ishlaysiz deb savol berganimizda Bo'lakboyev G'olibjon aytdilarki, bizga men shu yerda cho'pon bo'lib yo'llanganman, Abdurahmon fermer xo'jaligiga tegishli joy, 1000 dan oshiq qo'yi bor, 68 ta qoramollari bor aytdi. Shunda biz bu voqeani kim aytdi? Sen o'zing shu yerda bo'lganmisan? Bu voqeani ko'rdingmi? Kim bu qotillik jinoyat sodir etgan deganimizda, to'g'risini aytsam, menga hech narsa bo'lmaydimi, og'ir jazo bo'lmaydimi deb o'zidan o'zi savol berib qo'rqib ketib, bizga darhol hammasini o'zi birdan bir aybiga iqror bo'lib to'liq gapirib berdi. Fermer xo'jaligi birga ishlovchi cho'pon, o'sha oilasidan keyin Ravshan Rahimov uni doimiy ravishda, masalan, mart oyidan beri kelgan bo'lsa, doimiy ravishda unga ta'ziyat o'tkazib, qiynab, oxirgi marta shu 14-iyun kuni haligi otini boylayotganda, otini boylab qo'ygan deganda, otini boylayotganda oyog'i singan bo'ladi otini.
Sen meni otimni oyog'ini sindirib qo'yding. Sen otlarga, mollarga, qo'ylarga yaxshi qaramaysan deb yuziga shapalatib, onasidan so'kib haqoratlar qilgan bo'ladi. Haqoratlar qilgan buni o'zi bayon qilib aytayotdi-da, keyin biz unga savol beryapmiz. Agarda sanni shu bo'lar ekan, bu vaqtda u kelishni bilar ekan. Yordam beradi baqirgandan keyin haligi bitta cho'poni to'g'ri bu yoqqa keladi, qo'lini, oyog'ini pichoq bilan yechadi. Cho'pon nima bo'ldi desa, bizani hozir bitta chavandoz kelib, mana Ravshan akaning oilasi bilan hammasini bir narsa qilib o'ldirdi deb, menga agar ovozing chiqarsa, kimgadir aytsang, seni ham o'ldirib ketaman. Qasdga qasd. Mana shunaqa bo'ladi deb unga tushuntiradi. U cho'ponlar darhol ichki ishlarga darhol xabar berishadi. Maqsadsiz yashash yovvoyi daraxtning unib o'sishiga o'xshaydi. To'g'ri, u ham boshqa mevali daraxt singari gullaydi, kurtak yozadi, meva beradi. Biroq undan na o'ziga foyda, na boshqalar bahramand bo'la oladi. Ohangaronlik G'olib Bo'lakboyev ham bu dunyoga nega kelganini anglolmay, qilgan qilmishining oxir oqibatini o'ylamay, begunoh odamlarni o'ldirib, elu ulus oldida sharmanda-yu sharmsorlikka yuz tutdi. Oq yuvib, oq taragan ota-onasini, qarindoshlarini yer bilan yakson qilib ketdi. O'ylantirayotgan narsa o'sha ayblanuvchi, aybdor shaxs aynan kollej talabasi ekanligi meni ham larzaga soldi. Birinchidan, kollej talabasi o'qish, u yoqda cho'ponlik qilish yoki bo'lmasa qanaqadir ish bilan shug'ullanish emas. O'sha davrda o'qishi kerak bo'lgan va kollejni binosida bo'lishi zarur bo'lgan inson. Shuning uchun bu yerda o'sha mahalla mart oyidan chiqib borib o'sha yerda cho'ponlik qilishi, bu o'z-o'zidan hali ham bizni o'sha ta'lim sohasi, mahalla, ota-ona munosabatlarini, oila munosabatlarini hali to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligidan dalolat beradi. O'sha sharoit og'ir bo'lgani uchun, keyin o'gay ota bo'lgani uchun bolani ko'p mehnatga jalb qilgan onasi. Moddiy yordam, kelib ketish yo'l xarajatlari. O'sha tomondan qiynalgan bola edi. Shu o'qish davomida ko'rdim bu bola. Men guruh rahbariman. Guruh rahbarim bilan gaplashganmiz o'sha payt. Ota-onasidan so'ragan. Qayerda ota-onasi? Ota-onasi shu toqqa mol haydashga chiqib ketganda 2 kundan keyin qaytib keladi. Ya'ni amaliyot joyiga boradi dedi. Keyin eshitsak, mana shunaqa ahvol bo'ldi. Hayot ulug' ne'mat. U tufayli umr mazmunli, go'zal va ibratli. Lekin hayotda shunday taqdirlar borki, yo al-Hazar deb